Salam qadirli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Amanglar bir hafta yaxshi o'tkazinglarmi? Bugun biz olamning yaratilishi darsimizning davomi 39-bobni ko'rib o'taylik dedik. Avval 39-bobni bir qatim o'qib chiqaylik. İsmail qabilesidagi savdogarlar Yusufni Misrga kelib, Misr podshohining bir amaldori Yasavullo boshlig'i Potifarga sotgan edi. Parvardigor Yusufga yor bo'lib, uning hamma ishlarini o'ng qildi. U Misrlik xo'jayinning uyida turdi. Potifar Parvardigorning Yusufga yor bo'lib, uning hamma ishlarini o'ng qilganligini bayqadi. Potifar uningdan rozi bo'lib, uni shaxsiy yordamchi qilib, oila ishlari va butun ta'alluqotini boshqarishga tayinladi. Shu vaqtdan boshlab Parvardigor Potifarning butun oilasiga, mol chorvalariga va terakchilikqa baxt ato qildi. Potifar hamini Yusufning boshqarishiga topshirib, o'zining yemak-ichmagidan boshqa hech ish bilan kori bo'lmaydigan bo'ldi. Yusuf kelishgan chiroyli yigit edi. Uzun o'tmay uningga xo'jayinning ayolining ko'zi tushib qolib, uningga "Kel, men bilan bir o'rinda yot" dedi. Yusuf rad qilib, "O'ylab ko'ring, xo'jayinim barliq ta'alluqotni mening boshqarishimga topshirdi. Men bo'lg'achqa butun oila ishlarini boshqartirmaydi. Bu oilada men uningga o'xshash huquqliq, sizdan boshqa hammani menga topshirdi. Siz uning ayoli tursangiz, men qandaqmi bundoq axloqsiz ishni qilib, Xudoning oldida gunohkor bo'lay" dedi. Potifarning ayoli har kuni shirin so'zlar bilan Yusufni o'ziga tarsimi, Yusuf uning bilan bir o'rinda yotmoq tugul, uning bilan bir yerda o'ltirishni rad qilib keldi. Bir kuni Yusuf o'z ishi bilan uyga kirdi. U chaqda uyda boshqa xizmatchilar yo'q edi. Potifarning ayoli Yusufning to'niga esilib olib, "Kelgin, bir o'rinda yotaylik" dedi. Biroq Yusuf qochib tashqariga chiqib ketdi. To'ni bo'lsa ayolning qo'lida qoldi. U Yusufning to'nini tashlab qochib chiqib ketganini ko'rib, cho'qan silib, uy xizmatchilarini chaqirib ularga "Qaranglar, erime kelgan İbrani qul bizga haqorat keltirdi. U mening hujram kirib, numusimga tegmoqchi bo'lgan edi. Men ovozimning boricha varqirdim. U mening varqirganimni anglab, to'nini elishga ulgura olmay qochib chiqib ketdi" dedi. U Yusufning to'nini bermay, erining kelishini kutdi. Eri kelganda uningga bundoq dedi: "Siz akelgan hilqi İbrani qul mening hujram kirib, menga haqorat keltirdi. Men varqirgan edim, u to'nini elishga ulgura olmay qochib chiqib ketdi." Yusufning xo'jayini ayolining "Sening qulingning men qilgan muomalasi mana" degan so'zini anglab intayin g'azablandi. U Yusufni tutib, o'rda zindoniga qamab qo'ydi. Buning bilan Yusuf u yerda qamoqda bo'lib qoldi. Lekin Parvardigor Yusufga yor bo'lib, uningga mehr shafqat ko'rsatdi. Shunga zindon boshqaruvchi uni yaxshi ko'rib qoldi. Uni zindondagi boshqa jinoyatchilarni boshqarish va zindon ishlariga mas'ul bo'lishga tayinladi. Yusuf mas'ul bo'lgan ishlarga zindon boshqaruvchi boshqa turmaydigan bo'ldi. Chunki Parvardigor Yusufga yor bo'lg'achqa, u boshqargan hamma ishlar o'ngishli bo'lgan edi. Xo'sh qarindoshlar, biz avval ya'ni 39-bobni boshlashdan burun 38-bob ya'ni avvalgi darsni bir qatim xulosalab chiqaylik. Ya'ni oldingi darsimizda ya'ni Yahuda bilan Tamar hikoyasini bir qatim so'zlab o'tgan edik. Bu voqeani so'zlagan vaqtida men alohida ya'ni bilishlik bir o'qim bor deb turib, shu vaqtda qarindosh mas'uliyat qonuniga oid bir qatim so'zlab o'tgan. Bu nihoyat muhim bo'lgan bir o'qim. Yani ta'kidlasam yani shuning uchun bugun yana bir qatim takrorlasak, bu qarindoshlik burush degani, ya'ni Ibranicha gal deydi. Yani bu gal degan so'z, ya'ni kon ahdining ko'p yerlarda ko'p payg'ambarlar o'tirg'i chiqargan bir so'z. Shuning uchun buni bir qatim yig'inchoqlasak, bu gar, ya'ni qarindoshlik burishning doirasi va buning nimalarini biz tushungan vaqtimizda biz kon ahdidagi nurg'un so'zlar, ya'ni nurg'un muhim mazmunlarni biz tushunishimizga yordam bo'ldi. Shuning uchun biz bu qarindoshlik burush deganni biz bu gal degan so'z orqali ko'rib, buni biz qisqacha qo'nahdagi bir mazmun orqali bir qatim ta'kidlab o'tsak yaxshi deb o'ylab qoldim. Ya'ni Yeshaya payg'ambarning, ya'ni Yeshaya qismi, qo'nahdining Yeshaya payg'ambari shu qismining 47-bob 47-bob 4-oyat qaragan vaqtimizda 4-oyatda mundaq bir so'z bor. Ya'ni 47-bob 4-oyatda bizning qo'g'dug'uchimiz Isroil xalqini tanlagan muqaddas Xudodir. Uning nomi qudratli sardor Parvardigordir degan mazmun bor 4-bob 47-bob 4-oyatda. Bu yerda bizning qo'g'dug'uchimiz
İsrail xalqini tanlagan muqaddas xudodir deb mishalda qo'g'dug'uchimiz deb atalgan mushu so'zmi gaal, ya'ni ibranicha gaal degan so'z bilan olingan so'z. Bu gaal deganimiz bayan degan o'sha qarindosh buruch deganimiz hamjamat qarindosh hamjamat qutquzg'ichi deb ataganimiz. Bu qonunni biz oldin qatim degan vaqtimizda ya'ni yaqin tuqqani Yakın qo'g'dug'uchisi, hamjamat qarindoshi, hamjamat qo'g'dug'uchisi, hamjamat qutquzg'uchisi degan nurg'un ma'nolari bor buning. Shuningga o'xshash bu yaqin tuqqani, yaqin qarindoshi bo'lib, shu odamga biror ishlar kelgan vaqtida o'zini qul qilib setayotgani bo'lsin, mol-mulkidan ayrilib qolgani bo'lsin, o'zi shunday bir kelishmaslik, kulpatlar qolgan vaqtida shu hamjamat qarindoshi qutquzg'uchisi bo'lib yordam qilishi shularni ustiga olinganligini biz deb o'tgan edik oldingi babda. Bu yerda ya'ni Qur'on ahdida Yeshaya payg'ambar qismida bo'lsin, ya'ni Qur'on ahdida payg'ambarlar qismini dedim. Buni Yeshaya payg'ambarlar emas, Ayub payg'ambar tilga oldi, Musa payg'ambar tilga oldi. Shundaqla buni Laviylar qismida bo'lsa, buni bu atalg'uga hukmni yeyishmagan bo'lsa, Rut qismidami buni bunun ait misal, yani mazmunni so'zlaydi. Shuningga o'xshash biz olamni yaratilishi 48-bob kelgan vaqtimizda Yaqub payg'ambarmi bu shu gaal, ya'ni degan so'zni tilga olib turib, ya'ni menga hamjamat bo'lib, menga yor bo'lib, meni qutquzg'uchi bo'lib degan so'zni shu Yaqub payg'ambar, ya'ni bir umr. Yani bu 48-babda Yaqub Misr podshohiga yani o'zining hayotini xuloslab so'zlagan mazmun emas, shu vaqtda Xudoni o'zining hamjamat qutquzuvchisi, yori bo'lib shunaqa ekanli degan o'sha yerda Yaqub payg'ambar tilga olgan mazmun bor. Ya'ni yaratilish, olam yaratilish 48-bab 16-oyatda ko'rib bilsanglar bo'ldi. Ondan keyin Ayub payg'ambarmi shu 19-bab 25-oyatda Xudoni tilga oldi. Ya'ni o'zini ya'ni o'ziga hamjamat qarindosh bo'lib qutquzg'uchi, ya'ni qutquzuvchim Parvardigor, ya'ni qutquzg'uchim, mening qutquzuvchim hayot bo'g'ichi qutquzuvchim degan o'sha shunaqa bir ma'noda Ayub payg'ambarmi tilga oldi. Ya'ni hamjamat qutquzuvchim, mening hamjamat qutquzuvchim, qo'g'dug'uchim deb turib, ya'ni Parvardigor Xudoni ko'p vaqtlarda Parvardigor Xudoni payg'ambarlar mushu ya'ni qarindosh, hamjamat qutquzg'uchi, hamjamat yordamchi, hamjamat qarindosh, qo'g'dug'uchi degan atalg'ularni mushu gaal degan so'zga mujassamlashtirib mush payg'ambarlarni o'tirg'i chiqardi. Shuningga o'xshash bu yana nima desak, Parvardigor Xudo bizning qo'g'dug'uchimiz, bizning qutquzg'uchimiz, bizning qiyinchiliklardan, bizning qulluqdan, bizning har qanday kulfatlardan, bizning hayotimizdagi har qanday ishlar ustida biz qiyinchiliklar qilgan vaqtimizda, biz kulfatlarga uchragan vaqtlarimizda har vaqt bizga yor bo'luvchi, har vaqt bizning tarafimizda turuvchi, har vaqt bizga yordamchi bo'lib, bizni o'zi qo'g'dab, shu kulfatlardan qutuldirib chiquvchi, qutquzg'uchi Xudo ekanligini ko'natida doim, ya'ni bizni faqat va insonlarni Mush insonlarni faqat qutquzg'uchi bo'lib, qo'g'dug'uchi bo'lib, bizga hamjamat bo'lib, bizga esdashlik qilib, bizning qiyinchiliklarda bizni yordam qilib, hatto biz qul bo'lgan, gunohning qulluq qilgan biz insonlarni ham bizga hamjamat qutquzg'uchi qarindosh bo'lib, bizning uchun kelguchi Rab Ayso Masihni shundaq simvol sifatida hamjamat qutquzuvchi, hamjamat qarindosh, hamjamat qo'g'dug'uchi deb kelib shu Rab Aysoni oxirida shu Rab Aysoni ta'riflagandimi biz ham shu gaal degan so'z bilan ta'riflab, bir og'iz so'z bilan ifodalab bera olamiz. Shuning uchun ham bu hukmni men qaytadan takrorlab sizlarni tushansgan deb, ya'ni shu hukmlarning ko'natida shunday cho'ng yerlarda ishlatilganligini sizlarni bir anglab bo'lsin, tushansin deb bu qatimqi mazmunda qayta bir xulosalab o'tdim. Shunga o'xshash bu qarindosh bo'lish deb bu 38-babda gerçi bu kichik bu Yahudaning hayot turmushidagi, ya'ni farzandlarning ichidagi turmush ichidagi bu so'z orqali chiqqan bilan bu so'zlarning ma'nosi doirasining shuna bir keng doirada bizning kitob, muqaddas kitobda, ya'ni Xudoning bizga yetkazmoqchi bo'lgan shuna uchurlari ichida, bizga yetkazmoqchi bo'lgan so'zlar ichida shuna ko'p doirada ifodalab chiqqanligini bir qatim ko'rib, anglab qo'yisgan deb qayta bir xulosaladim. Yana bir mazmun bo'lsa hamda bu Tamar orqali, bu Tamarmi bir hisobda bu Isroildan emas,
bu yat qabiladan bo'lgan bir ayol, yat qabiladan bo'lgan bu Tamar orqali Aysa Masihning nasabnomasiga qarasanglar, Tamardan bo'lgan Paresning deb turib Pares, ya'ni Tamarning o'g'li Pares orqali Aysa Masihning nasabnomasi kelib chiqqanligini ko'rib o'talaymiz. Biz metta bayon qilgan qo'shiqlarga qarasak, ayollarning ya'ni shu Hazrat Aysoning nasabnomasida ayollarning ismidan 4 chiqqanligini biz ko'rib o'talaymiz. Rahab chiqadi, Tamar chiqadi degan o'xshash. Bu yerda Rahab bilan Tamar ishkelisi chet el, ya'ni yot millatlardan, Isroillardan emas, yot millatlardan bo'lgan shunaq ayollarning nomi ham bu yerda qo'shildi. Buni hozir anglab tursanglar, ba'zilaringlar balki mening nima maqsad bana deganligimni tushunganlar bo'lishi mumkin. Ko'p anglagan bu vaqtda ko'p o'qigan la bo'lsa, men tushunishinglar mumkin. Lekin tushunmaganlar bo'lsa, bu shunday yot qabiladan bo'lganlarning Ayso Masihning jamoatida bo'lganligini bir anglab qo'ysanglar, xo'sh xabarning, ya'ni qutqizilish, bu xo'sh xabar, Xudoning haqiqati. Garchi biz shu vaqtlarda faqat Isroillar, Yahudiylar deb shularga markazlashtirib qaragan bilan Yahudilarning orasidami Xudoning shu vaqt ko'nahtida davrda boshlablar nurg'un boshqa millatlarning ichidami Xudoning shu iltifotiga, Xudoning qutqizgan xalqi qatorida bo'lgan shu xalqlarning borlig'ini biz ko'rib o'talaymiz. Buna so'zlik mazmun jiqlab ketadi bu, ya'ni Yeshua qismini o'qisanglar, ya'ni Rahobga oid mazmunni o'qisanglar, bunga oid mazmunlar ko'p. Ya'ni demakchi, ya'ni Tamar orqali, ya'ni Tamarning qilgan shu haqqoniy bir ish, ya'ni sen ya'ni Yahuda deydi emasmi, sen haqqoniy ish qilding deb. Ya'ni shu orqali, ya'ni Tamarning shu ishi orqali Ayso Masihning nasabnomasiga kirgan shu Pares tug'ildi degan shu mazmun, ya'ni bizning 38-bob mazmunimizning borlig'ini esinglar tutib olsanglar bo'ldi. Xo'sh, unday bo'lsa, bugungi mazmunga kelsak, bugungi mazmun, ya'ni Yusufning Misrga yetib borgandan keyin Parvardigor Xudoning Yusufga yor bo'lgan. Parvardigor Xudoning Yusufga yor bo'lganligiga oid mazmun. Bugungi mazmunni cho'ng bir qilib ichiga solsa, ya'ni qilib bilan ko'rsak, cho'ng bir qilib nima desa, Parvardigorning Yusufga yor bo'lishi. Ya'ni shunday cho'ng bir tumur asosiy gavda nima desa, Parvardigorning Yusufga yor bo'lib, Yusuf mayli Potifarning uyida bo'lsin, mayli zindondagi ahvolda bo'lsin, Parvardigorning Yusufga yor bo'lib, uning hayotida qanday ishlanganligi, uningga mushundaq jarayonlar orqali Parvardigorning Yusufga yor bo'lishi orqali Yusufni qanday tarbiyalagan, ya'ni Yusufga qanday ishlarni o'rgatganligiga oid mazmunlarni biz bugungi mazmun orqali biroz tasavvur qila olamiz. Shuningga bugungi mazmunni biz kichik 3 abzasga markazlashtirsak, birisi Parvardigorning, ya'ni birinchisi bo'lsa Yusuf, ya'ni Misrga kelib, ya'ni Yasavullar boshliq Potifarning uyida qanday Yusufga Xudoning Yusufga yor bo'lib qanday ishlar bo'lganligi. Aning ikkinchi mazmun bo'lsa, hamda shu oilada, ya'ni shu Potifarning oilasida Yusuf shunday ishlangan vaqtida Potifarning ayolining ozdirishi va bu ozdirish orqali Yusufning qanday ishlarga duchor bo'lishi. Aning keyin 3-abzasi bo'lsa, shu Potifarning ayolining ozdirishi orqali Yusufning duchor bo'lgan ahvol bo'lsa, ya'ni zindonga solingan emasmi? Ana shu zindondagi ahvolda ham Parvardigorning Yusufga yor bo'lib, uningga yana qanday ishlarni, qanday iltifotlarni ko'rsatganligini ko'rib o'tishimizga o'talaymiz. Shunday 3 abzasga, kichik 3 abzasga bo'lib ko'ralaymiz. Endi birinchisi bo'lsa, biz ko'rsak, oldin qattimda degan Yusufni, ya'ni uning akalari Ismoillar savdogarlarga setib o'tgan emasmi? Ya'ni 20 kumush tanga setib o'tgan vaqtida bu Ismoil qabilasiga savdogarlar bo'lsa, Yusufni Misrga kelib udul Misr podshohining amaldori bo'lgan Potifarga setib o'tganligini biz 37-bobda biz ko'rib o'tgandik. 37-bobning 36-oyat qarasak, shu vaqtda savdogarlarning Yusufni Misrga borib, buni podshohning bir amaldori bo'lgan Yasavullar boshlig'i Potifar setib o'tganligini biz 37-bobda ko'rib o'tgan edik. Endi shundaq Yusuf udul kimga setilgan desa, dal shu podshohning
amaldori Yasavullah başlıq Potifar satqanlığını biz ko'rgandik. Ya'ni bunun biz bir tasodibiylik yoki bir nima emas, balki o'sha vaqtda biz Xudoning bu ishning ustida Xudoning qo'li borligini biz 37-bobni so'zlagan vaqtimizda deb o'tgan edik. Ana shuning o'xshash endi 39-bobda yana shuni ta'kidladi. Ya'ni Parvardigor Yusufga yor bo'lib deb shu 39-bobda Parvardigor Yusufga yor bo'lib degan so'zni izchil tilga chiqaradi. Ya'ni izchil tilga ilindi. Shuning o'xshash, ya'ni Parvardigorning qo'li orqali, ya'ni akılları mayli Yusufning ustida qandaq hasadxorlik qilib yoki Yusufga qandaq o'shmanlik qilib, Yusufning ustida qandaq bir ishlarni o'ylagan bo'lsa-mu, lekin Parvardigorning shu akıllarning shu niyatlarini, ya'ni akıllarning shu ishini, ya'ni akıllarning qo'li orqali Yusufni o'zining, ya'ni Parvardigor Xudoning Yusufning ustida amalga oshirmoqchi bo'lgan shu irodasini qilish uchun, ya'ni shuni o'rinday olish uchun, shu Parvardigorning irodasini o'rinday olish uchun tayyorlash uchun, ya'ni shu ishlarning ustidan mas'ul bo'lib, shu ishlarning o'disidan chiqa olish uchun Yusufni tavlash, mashqlantirish, ya'ni shunaq tavlash uchun akalarning qo'li orqali Ismoillarning qo'liga o'tkazib, Ismoillarning qo'li orqali udul Misrga berib, Misrda hatto shu Ismoillarning qo'li orqali Misrdagi shu Yasavullarning amaldori, ya'ni Yasavullar boshlig'i bo'lgan shu Potifarning qo'li sotqanligini, buning hammasining ustida Xudoning qo'li borligini biz oldin qatim 37-bob mazmun etgan so'zga vaqtimiz bir qatim ta'kidlab o'tgan edik. Dal shunga o'xshash mana 39-bobning butun bir gavdasi nima desa, dal Xudoning Parvardigor Xudoning Yusufga yor bo'lishi. Yusufga yor bo'lib, Yusufga qanday baxt-barakatlarni ato qilib, uning ishlarini qanday izchil Parvardigorning amrohligida Yusufning hayotida qanday ishlarni boshdan kechirib, qanday ishlar orqali nimalarni o'rganganligi oid mazmunni ham bugungi mazmun orqali qisqacha ko'ramiz. Dal shunga o'xshash, ya'ni Yusuf qisqasi ana shu savdogarlarning qo'li orqali Yasavullar boshlig'i shu Potifarning uyiga, ya'ni Potifarning quli bo'lib, shu Potifarga setilganligiga oid mazmunni biz ko'rganga o'xshash o'shunday boshlandi bu qadimgi mazmunmi. Ham shundaqla biz qaraydigan bo'lsak, ya'ni Yusuf shu Misrlik xo'jayin, ya'ni Potifarning uyida turgan vaqtida Xudo Yusufga yor bo'lib, uning hamma ishlarini o'ng qilgan, ya'ni hamma ishlarini o'ng qildi deb turib bugungi mazmun boshlandi. Ya'ni Misrda turgan vaqtida, ya'ni shu xo'jayinning uyida turgan vaqtida Parvardigor Yusufga yor bo'lib, uning hamma ishlarini o'ng qilganligini, ya'ni shu Potifarning uyida turgan vaqtida Parvardigorning uning yor bo'lib hamma ishlarini o'ng qilganligiga oid mazmun bilan qisqacha xulosalab, endi qanday qilib Parvardigor Yusufga hamma ishlarini o'ng qilganligiga, ya'ni Yusufga yor bo'lib hamma ishlarini qanday o'ng qilganligiga oid mazmun dal shu 3-oyatdan oxirgi oyatlarga oid mazmun. Ondan keyin shu Yusuf shu xo'jayinning uyida turgan vaqtida Parvardigorning yor bo'lib hamma ishlarni o'ng qilgan. Shuni ham bu vaqtda xo'jayini bo'lgan Potifarmi Parvardigorning Yusufga yor ekanligini ko'rgan, ya'ni xo'jayini Yusufga Xudoning yor ekanligini va barliq ishlarda Parvardigorning Yusufning qo'li orqali ishlarni o'ngishli qilganligini shu Potifarning shularni ko'rganligini deydi. Ya'ni bu yerda biz asli mazmun bilan ko'rgan vaqtimizda bu yerda hamishlarni o'ng qildi deb xulosalayotgan bilan bu yerda nima desa, ya'ni xo'jayin, ya'ni Yusufga Xudoning yor ekanligini va barliq ishlarda Parvardigorning Yusufning qo'li orqali o'ngishli qilganligini, baxt-barakat ato qilganligini xo'jayini ko'rgan. Ya'ni Yusufning qo'li orqali Parvardigorning shu ishlarga baxt ato qilib, barakat ato qilib o'ng qilganligini. Bu yerda nima ta'kidlandi desa, Parvardigor Yusufga yor. Ikkinchidan Yusufning qo'li orqali qilgan ishlar ta'kidlandi. Biz buni avval aniq tushunishimiz kerak. Birinchidan Parvardigor Yusufga yor, shuning uchun Parvardigor bu barliq baxt-barakatini Yusufning qo'li orqali ato qilganligini bu Potifar sezgan, ya'ni ko'rganligini bu yerda ta'kidlaydi. Shunga Yusuf Potifarning nazari, endi shu Potifar ko'rgan emasmi xo'jayini, ya'ni Yusufning xo'jayini Yusufga Xudoning yor ekanligini va Yusufning qo'li orqali barliq ishlarga baxt ato qilganligini ko'rgan bu xo'jayin, ya'ni Potifar bu
Yusufga Potifar o'zi iltifotlıq ko'z bilan qaraydi. Bu yerda biz men sizlarga bu yerda ibranicha aynan deb bersam, shuni Yusuf Potifarning nazarida iltifotga erishadi. Çünkü Potifar bunu ko'rgan emasmi? Parvardigarning Yusufga yarib kelganini va Parvardigarning Yusufning qo'li orqali baxtga taqqanligini ko'rgachga Potifarning nazarida iltifotga erishadi Yusuf. Shuning uchun uning yanida xizmat, Potifarning yanida doim yanida turib xizmat qildigan va Potifar Yusufga shundaqla o'zining oilasi va butun ta'alluqotini boshqarish uchun Yusufning qo'liga shu barliq ishlarni, o'zining oilasini va barliq ta'alluqotini Yusufning qo'liga topshirgan. Bu yerda nima izchil ta'kidlandi desa, qo'l bu yerda ta'kidlandi. Yusufning qo'liga topshirdi, Yusufning qo'li orqali o'ngishli qildi degan o'xshash bu yerda qo'l bu yerda ta'kidlandi, izchil ta'kidlandi. Yig'incha olsak, Potifar nima ko'rgan desa, Parvardigarning Yusufga yarib kelganini ko'rgan. Ham shundaqla Parvardigarning Yusufning qo'li orqali barliq ishlarga baxt o'ngishli qilganligini, baxtga taqalganini ko'rgan. Shuning uchun Potifarmi Yusufni o'zining yanida olib qolib, yanida xizmat qildirib, doim yanida yuradigan biz burungi kinolarni ko'rsakmi, deymiz, mana burungi asarlardagi kinolarni ko'rgan vaqtimiz Yasavullar bo'lsin, kim bo'lsin, yanada doim maslahat beradigan, yanada doim yaqin bo'lib, ham ishlarni, barliq shaxsiy ishlarni oshkorlab turib, yaqin yutadigan birsizlar bor emas. Shunga o'xshash Yusufni Potifar o'zining shunday yanada xizmat qildigan, shunday yanadagi xizmatkori qilib tayinlagan. Ham shundaqla Potifar Yusufga o'zining barliq oilasini, ta'alluqotini boshqarish uchun Yusufning qo'liga barliq oilasini va ta'alluqotini Yusufning qo'liga topshirdi. Chunki Potifar Parvardigarning Yusufning qo'li orqali barliq ishlarni o'ngishli qilganligini, baxtga taqalganligini ko'rgan bo'lg'achqa, Potifarmi Yusufning qo'liga o'zining barliq ishlarini, oilasini, oilasining yaxshi o'ngishli, oilasining ishlarining o'ngishli bo'lishi uchun, barliq ishlarining Yusufning qo'li orqali boshqarilishi uchun, Xudoning ham Yusufning qo'li orqali baxt barkat ato qilganligi uchun shu Yusufning qo'liga Potifarmi barliq ishlarini, oilasini topshirganligini bu yerda ko'rib olamiz. Va shundaqla, davomini ko'rsak, 5-oyat qaraydigan bo'lsak, va shu vaqtdan boshlab, va Parvardigar shu vaqtdan boshlab, Potifarning butun oilasiga va ta'alluqotini, Potifar Yusufning qo'liga o'zining oilasi va butun ta'alluqotini topshirgandan boshlab Yusufning boshqarishidagi shu oilasiga va barliq ta'alluqotiga Parvardigarning, hatto tuproqlarga Parvardigarning barakatlab baxt ato qilganligini bu yerda davatdi. Potifar Yusufning qo'liga o'zining oilasi va butun ta'alluqotini, barliq narsalarni topshirgandan boshlab Parvardigar baxt ato qilganligini, Parvardigarning Yusufning qo'li orqali Potifarning oilasiga, ta'alluqotiga, hatto ziminlariga mal-chorva va mal-chorva terakchilikqa baxt ato qildi deb bizning kitobda turmamdi. Shuning o'xshash Yusufning qo'li orqali Parvardigarning Potifarning oilasiga, ta'alluqotiga va ziminlariga, shu tuproqlarga baxt ato qilganligini bu yerda ta'kidlaydi. Demak, Parvardigar Yusufga yor bo'lib, Parvardigar Yusufga yor bo'lib, Yusufning qo'li orqali shunday ishlarni qilganligini biz ko'rib o'tamiz. Parvardigarning Yusufga yor bo'lib, u orqali nima ishlarni qilganligini, Parvardigarning Yusufga yor bo'lib, Yusufning qo'li orqali nima ishlarni qilayotganligini biz ham sepselib ko'rishimizga diqqat qilishimizga to'g'ri keldi. Shunga Potifar mana bizning kitobda degan o'xshash Potifar hamishni Yusufning qo'liga topshirib bo'lib, o'zining yemak ishimidan boshqa hech bilan kar bo'lmaydigan bo'ldi deb. Shuna deymizmi? Chunki Parvardigar Yusufga yor kelgan bu ko'rgan, bunda Parvardigarning Yusufning qo'li orqali ham barliq ishlarni o'ngishli qilib barakatliligini ko'rgan Potifar o'zining yemak ishimidan boshqa qish bilan kar bo'lmaydigan, kalga turmaydigan shunday bir odam bo'lganligini biz ko'rib o'tamiz. Endi ikkinchi abzas, ikkinchi qism, ikkinchi abzasga kelgan vaqtimizda Potifarning ayoli bu yerda maydonga chiqadi. Chunki bu yerda sababini deydi, Yusuf kelishgan chiroyli yigit edi deb. Buni biz asli nima bilan ko'rsak, Yusuf tashqi qiyofati,
tashqi shakli qiyofati intayin kelishgan. Yani men intayin kelishgan dedim. Bu yerda kelishganlarning kelishgan edi. Yani tashqi jihatdan, ko'rinish jihatdan kelishganlarning kelishgan edi deb buni ta'riflaydi. Bu yerda kelishganlar kelishgan desa, shu qadar intayin kelishgan yigit ekanligini bu yerda ta'riflab berdi. Shunga Potifarning ayoli izchil Yusufga men bilan bir o'rinda ya deb Yusufni aziq turgan shundaq mazmun ham ikkinchi abzas. Mana shundaq Parvardigor Yusufga yor bo'lib, uni hatto shuna qul qilib setilgan bo'lsa-mu Yusuf, biz Yusufning maydonidan bir qatim o'ylab o'tsak, Yusuf garchi endi akillari tarafidan shundaq nima deymiz, setib etildi. Akillar tarafidan shunday bir suiqasdlarga uchrab, oqidan setib etilib, Misrga setib etilgan vaqtida ayni vaqtda qullan odam qatori ko'rmaydigan shunday davriy vaziyatlar ichida bu boshqa birisiga emas, boshqa bir boyga emas, udul kemiz etilgan desa, dal shunday Misrning yasovlar boshqa setib etilganda, shunday setib etilgan vaqtida Parvardigor ham buningda Parvardigorning quli bo'lganmiz deb o'tgan. Parvardigor yordam qilib, Bag'dod Yusufga yor bo'lib, buni yasovlar boshlig'ining uyiga qul bo'lishga o'rinlashtirib, endi bu yerga kelgandan keyin bo'lsa, qullar ig'ir ishlarni qilishga mas'ul emasmi, lekin Parvardigor Yusufga yor bo'lg'achqa, bu Yusuf yerda nurg'un nima deymiz, bu Potifarning ailesi bo'lsin, ta'alluqoti bo'lsin, barliq narsalarni boshquradigan, ya'ni barliq bu Yusufmi deydi, ya'ni Yusuf biz 8-oyatga qaraydigan bo'lsak, o'ylab ko'ring, xo'jayinim barliq ta'alluqotini meni boshqarishimga topshirdi. Men bo'lg'achqa butun oilashlarim boshqa turmaydi. Bu oilada men uningga o'xshash huquqli, ya'ni Potifarga o'xshash huquqqa ega bir o'ringa Yusuf yerda chiqdi emasmi? Parvardigorning yor bo'lishi bilan, baxtda taqilishi bilan, Parvardigorning shunday iltifotiga erishgan Yusuf. Parvardigorning iltifotiga erishganligidan Parvardigorning yordami bilan Potifarning ham iltifotiga erishib, Potifarning oilasida shunday huquqlardan imtiyoz bo'ldi emasmi? Shunday huquq, ya'ni Potifarga o'xshash huquqli bo'lgan ahvol ostida bir ayoli Potifarning ayoli kelib, uni ozdirib, billiya deb turib, shunday ozdirishlar endi Yusuf bu yerda hamisha shunday o'ngishib o'tgan, shunday hatto deymiz, o'rni bo'lsin, hatto barliq ishlarda bo'lsin, boshqarish jihatdagi ishlarda bo'lsin, mayli oila boshqarish ishlari bo'lsin, mayli yer zamindagi tarixchilik ishlari bo'lsin, mayli mol chorva boshqarish, har qanday ishlarda yetishib, shunday har bir ishlarda Xudoning yor bo'lishi, baxt barakat ato qilishi bilan har qanday ishlarning o'disidan chiqa oladigan bo'lib, hamma ishlarni Yusuf nihoyatda loyiqida Xudoning yor bo'lishi bilan, baxt ato qilish bilan loyiqida, hatto ularni Yusufning qullari qilib baxt barakat ato qilgan darajada, ya'ni o'ngish qilgan darajada shu qadar o'disidan chiqa oladigan bo'lib, shu qadar yetishib, ya'ni yetishgan shundaq vaqtida, endi Yusufning beshiga kelgan nima desa, shu Potifarning ayolining quli orqali biz qaraydigan bo'lsak, chunki Yusufning to'ni Potifarning ayolining qo'lida qoldi emasmi? Qo'lida qolgan. Endi bu yerda qo'l degan so'zmi, bu 39-bobda nihoyat ko'p uchraydi. Ya'ni shu Potifarning ayolining qo'li bilan bu Yusuf zindonga, ya'ni qaytadan egiz o'rindan qaytadan osmondan yerga tushgan o'xshash bu barliq shu imtiyoz erishgan huquq, ya'ni Parvardigorning yor bo'lishi bilan erishgan barliq huquq imtiyozlaridan ayilib biraqlam nega tushdi, zindonga tushdigan mazmun. Chunki endi Yusufning shunday ozdirilish oldidimi, shunday ya'ni o'zining shunday huquqiy imtiyozlari bu nihoyatda jiq narsalardan hozir bahramand bo'layotgan vaqtda Yusuf, ya'ni Misr podshohining yasovullar begi bo'lgan Potifarning uyida barliq ta'alluqotlarni, ya'ni Potifar uning barliq huquq, ya'ni barliq ta'alluqotlarni topshirib, ya'ni Potifarga o'xshash darajadagi shu huquq, shu imtiyozdan bahramand bo'layotgan shunday vaqtda, masalan o'ylaylik, biz endi ko'pimiz musofir boshqa bir davlatda, siz boshqa bir davlatga elib hozir yashayapsiz. Shu davlatda yashayotib, shu davlatning hozir tashqi ishlar ministrining uyida, tashqi ishlar ministri bo'lsin yoki bo'lmasa nima deymiz, armiya, o'shunday xalqi yasovlar, biz yasovlar deymizmi? O'shunday bir davlatning qo'mondan, shu qo'mondonlar boshlig'ining uyida siz shu
Shundaq bir cho'ng huquq, shundaq bir cho'ng imtiyozlarga erishib, shu davlatdagi cho'ng bir narsalardan bahramand bo'lib, shu davlatdagi bir cho'ng boshliqning cho'ng bir huquqqa ega bir odamning uyida shu boshliqqa o'xshash darajada bir huquqqa erishib, shu qadar shu o'zi musofir bo'lgan davlatda shu qadar cho'ng huquq va cho'ng imtiyozlarga erishib yashayotgan mushundaq vaqtingizda oldingizga mushundaq bir ozdirilish yana bir aldığınızda müşündaq bir işqa duçar bo'lgan vaqtingizda degan o'sha Yusuf model ashundaq huquqlar, ashundaq imtiyozlardan bahramand bo'layotgan mushundaq vaqtida dal Potifarning ayoli ozdirdi. Ya'ni mushundaq bir yomonlikqa ozdirgan vaqtida Yusuf shu duch kelgan shu yomonlik ozdirilish oldidimi Yusufning pozitsiyasi nima desa men qandaqmi bundaq axloqsiz ishni qilib Xudoning oldida gunohkor bo'lay deb endi rad qilganligini deydi. Bu yerda men qandaqmi bundaq axloqsiz ishni degan gap, yerda axloqsiz degan gapni biz qaraymiz. Qandaqmi bundaq yomonlikni qilib, bundaq razillikni qilib Xudoning oldida gunoh o'tkazay dedi. Ya'ni Yusufning bu yerda Xudo Yusufga yor bo'lgan bo'lishqa Yusufmi Xudoning oldida turib, Xudoning oldida yomonlik, ya'ni Xudo yomon ko'radigan, Xudo parvardigor, Xudo yirgindigan shu yomonlikni, shu yirgindigan shu razillikni qilib Xudo oldida gunoh o'tkazishdan qo'rqib, ya'ni parvardigor Xudodan aymangashga, parvardigor Xudodan qo'rqqachqa, parvardigorning oldida gunoh o'tkazmaslik uchun, ya'ni parvardigor Xudoning oldida razil bo'lgan ishni qilmaslikni tanlaganlar, ya'ni qilmaslik uchun Potifarning ayolini rad qilib, hatto Potifarning ayoli har kun uningga shuna shirin shakar so'zlarni qilgan bo'lsa-mu, Yusufni o'ziga talsimi, Yusuf uning bilan bir o'rinda emas, yetish tugul, uning yenig'imi, u ayolning yenig'imi kamganligini bu yerda da'vatidi. Mushunga o'xshash, ya'ni Yusufga o'xshash bizning hayotimizda nurg'un mushunday ishlar bor. Biz ko'p vaqtlarda, har vaqt, ya'ni biz o'shar turmagan vaqtimizda, har vaqt turmushimiz biz o'shar turmagan vaqtimizda shayton bizni har xil ariyangizni ozdirishlar orqali bizni parvardigori yirgindigan, parvardigor yaxshi ko'rmaydigan shunday yomonlikni qilishga har vaqt kuch ko'rsatganligini biz anqira olishimiz kerak. Masalan bu hozir Yusuf bunday ahvol ostida o'zining barliq narsasi hozir xirsiz ustida Yusufning hozirgi o'zining hayoti bo'lishi mumkin, hatto o'zining masalan shunday bir Potifar, ya'ni Yasavullah begining ayoli buningga har qanday tuhmat qilib o'zining hozirgi o'rnidan, hozirgi imtiyozlardan, hamma narsadan ayirishi bu aniq buni Yusuf tasavvur qila oladi. Mushunga o'xshash mushundaq cho'ng bir tavakkul xirsiz ustidimi Yusufning bu yerda parvardigor Xudoning oldida. Chunki Yusuf aniq bildi o'zining bu kunga kelishi, bu imtiyozlarga erishamizi parvardigorning iltifot ekanligini, parvardigorning o'ziga yor bo'lganligini. Shuning uchun parvardigorga har vaqt sodiq bo'lib, sadoqatman bo'lib, parvardigorning oldida razillik, gunoh qilishdan yiroqdir, parvardigor bilan birga turishni tanlagan Yusuf parvardigordan ayminib, parvardigordan qo'rqib, mushundaq ishlarda ho'sharlik bilan turmushidagi dunyodagi barliq ozdirishlar bo'lsin, har qanday ishlardagi mushundaq qirzizlar oldida parvardigordan qo'rqishni, parvardigor bilan birga turishni, parvardigor tarafda turishni tanlaganligini biz bu yerda anqira olamiz. Shunday qilib bayon degan o'xshash ana shunday parvardigordan ayminishni tanlagan Yusuf parvardigor oldida gunoh qilmaslikni tanlab bu ozdirishlar oldida buni qat'iylik bilan rad qilgan Yusuf bo'lsa, bu fursat kutayotgan Potifarning ayoli uning to'nini qo'lida tutib olib, shu to'ni bilan bu Yusufga bo'xtan, ya'ni tuhmat chaplab, o'ziga haqorat qildi deb Potifarga shikoyat qilganligini, ham shunaqla bu Potifarmi o'zining ayolining sening qo'lingning man qilgan muomalasi, ya'ni ibroniy qul, ya'ni sening quling deb, ya'ni bu Yusufning nimasini deydi, salohiyatini, ya'ni dunyoviy bir salohiyat, ya'ni dunyolikdagi, hayotlikdagi bir salohiyatini deydi. Chunki bu demasimi bir ibroniy. Aynı vaqtda Misrliklar, biz keyin o'qisam chiqamiz, Misrliklar bo'lsa, bu vaqtlarda Misrliklarning podshohligi yalla bir bo'lib qolgan, bir gullangan, bir kuchli bo'lgan bir davlat. O'shunday vaqtda bu ibroniyliklarni bo'libmi chorvachilik qilgan bu ibroniylarni bir ko'zga ilmaydigan bir
o'zini cho'ng tutib chorvachi millat deb turib ko'zga ilmaydigan ashunday ahvol ostida bu Potifarning ayolimi yo'ldosh eriga ya'ni xo'jayini Yusufning xo'jayiniga İbrani qul ya'ni sening qulingning man qilgan muomalasi mana deb ya'ni bir tegi tehdidini emas qul setib olgan bir qul ya'ni bir qullar bu vaqtlarda ya'ni odam sifatida ko'rinmay turib ko'rinmaydigan hech qanday bir salohiyat hech qanday bir jamiyatda o'rni hech qanday bir e'tibori qadr qimmati hisoblanmaydigan shundoq ya'ni qullarning o'rni ayni vaqt shundoqdi ya'ni shu quling ya'ni sening shu quling hech qanday bir tegi tehdidini emas bo'lgan shu quling mana shunday haqorat keltirdi deb turib tuhmat qilib shikoyat qilgan vaqtida bu ya'ni Potifar bu so'zni anglab ya'ni bir qulung menga shunday muomala qildi degan so'zni anglab buning g'azab kelganini biz yana bu yerda tushuna olamiz. Ana shunday qilib bu Yusufni orada zindoniga qamab qo'yganligini biz ko'ra olamiz. Biz qaraydigan bo'lsak bugungi mazmun ya'ni islomdagi shu mazmun bilan farqli ekanligini sizlar bilalaysizlar. Masalan sizlar Qur'on o'qigan bo'lsanglar bu Yusufning bu mazmuni bilan Qur'onda ta'riflaydigan bu mazmunning nihoyat chong farq borligini sizlar bilalaysizlar. Shuning uchun biz har vaqt har zaman Xudoning xizmatkorlari bo'lgan, Xudo tarafidan iltifotga erishgan bizlar Xudoning so'zi orqali qurollanib biz Efesliklar xatni o'qisakmi Pavlos 6-bob qarasanglar har vaqt muqaddas ruh orqali bunday tayyorliklarni qilib deymiz. Shunga o'xshash biz har vaqt Xudoning so'zi bilan qurollanib Xudoning so'zini to'liq tushunib, Xudoning so'zini pishiq bilib, Xudoning nima deyotganligini biz tushungan vaqtimizda atrofimizdagilarning shu savollariga, gumonlariga biz har vaqt javob bera olishimiz, Xudoning so'zini ularga yetkazishimizga, Xudoning so'zini haqiqiy, haq bo'lgan Xudoning so'zini haqiqat bilan, haqligi bilan ularga tushuntirib qo'ya oladiganga har vaqt tayyor bo'lishimiz kerak. Şuna o'xshash bugungi bu mazmunni biz har qanday bir musulmon bilan biz paranglashgan vaqtimizda biz nimaning asli Yusufning hayotining ustida yuz bergan ishlarning asli qanday ekanligini biz ularga tushuntirib bera olamiz. Hem bu mazmunni hamda biz islomda nima uchun undaq ta'riflaydi deganni biz tarixiy arx ko'rinish orqali bir qatim tushunishimizga to'g'ri keldi. Masalan, biz islom paydo bo'lgan shu vaqtlarda dunyoda qanday iqlimlar, dunyo qanday yo'nalish ketayotgan, shu vaqtdagi tarixiy vaziyat qanday edi degan tushungan vaqtimizda Qur'ondagi shu hatto Qur'onda nima uchun shunday ta'riflaganligini biz ham hatto tushuna olamiz. Buni biz ya'ni shunday tarixga oid mazmunlarni biz tushungan vaqt ya'ni ko'rib o'tishimizga to'g'ri keladi. Hamda Onlarni tarixiy arx ko'rinishlarni men bu yerda bo'lsam vaqt uzrab ketadi. Buni ayrim tushunishimizga to'g'ri keldi. Sizlar o'zinglarmi ayni vaqtlarda ya'ni Hazrat Isa kelib ketib, ya'ni milodidan keyingi 1-asrdan 4-asrlargacha bo'lgan shunday iqlimlar, tarixiy arx ko'rinishlar, tarixiy davriy vaziyatlarni sizlar inglizcha bo'lsin, boshqa nimalar bo'lsin, tarixiy materiallar nihoyat ko'p. Shularni azroq izin pasishini qiziqqanlar o'qib baxsanglar bo'ldi. Nima uchun shu vaqtlarda shunday ta'riflagan deb turib o'qib baxsanglar, hatto Qur'onni sizlar tushuning, Qur'ondagi mazmunlarning qanday qilib bunday tasvirlanganligini sizlar tushunib keta olasizlar. Qisqasi bu Yusufning ya'ni Yusuf bilan bu Potifarning ayolining o'rtasidagi munosabat bu yerda hargiz islomda deganga o'xshash bir bovoq zuvanga kelib undaq nima qilgan ishlar emas, balki bu yerda Xudoning irodasi va Xudoning quli, Xudoning yori bo'lishi bilan Yusufning ustida Xudoning irodasi bor bo'lganligi uchun buning zindonga kirishiga ham Xudoning yo'l qo'yganligini biz bu yerga ko'ra olamiz. Ya'ni Xudoning Yusufning ustida boshqa bir chiniqtirmoqchi bo'lgan, Yusufni boshqa bir tanlamoqchi bo'lgan yerlar mashq qildirmoqchi bo'lgan, ya'ni uni tavlamoqchi bo'lgan boshqa bir mazmun bo'lg'ashqa Yusufni boshqa bir doiraga, boshqa bir yerga yo'tkash uchun Parvardigorning bu ishga, ya'ni Potifarning ayolining bu tuhmatiga vaqtincha Yusufning ustida shunday tuhmatning yuz berishiga Parvardigor Xudoning buningga yo'l qo'yganligini biz ko'ra olamiz. Endi bizning hayotimizda
Yani biz bir xil narsadan diqqat qilishimiz kerak e'tiqodchilik hayotimizda. Yani biz Parvardigor Xudoga ishondik, shuning uchun bizning hamma ishlarimiz o'ngib ketadi. Shuning uchun bizning hayotimizda hargiz kutilmagan ishlar yo kulfatlar va yoki o'ngishsiz ishlar hargiz yuz bermaydi. Da buni tushunmasak bo'lmaydi. Ham shunaqla biz qarindoshlarimiz bir ishlar yo'liqqan vaqtida, bir ish beshlarga bir ishlar duchor kelgan vaqtida, o'ngishsizlar duchor kelgan vaqtida, "Ya sizning imoningiz yaxshi emas ekan, sizning e'tiqodingiz yaxshi emas ekan, shuning uchun bundaq ishlar yuz beribsiz, siz tavba qiling" deb turib, udil buni deyishimiz bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bizning hayotimizdagi, ya'ni Ayso Masih deydi, bir qushqashni sen bir tanga setib olganligining bilan u qushqash Xudoning yo'l qo'yishi bo'lmasa, u qushqashning, ya'ni u qushqashmi shaxtdan tushib ketmaydi deganga o'xshash. Shuningga o'xshash, bizning hayotimizdagi har bir ishlar Xudoning yo'l qo'yishi bilan, Xudoning irodasi bilan yuz beradi. Ya'ni bizning ustimizdagi, ya'ni bizga Rimliklar yozilgan xat 8-bab qarasaqmi, 8-bab 24-oyatimi, mayli qanday bo'lishini qat'iy nazar, bizni, ya'ni bizning beshimiz, ya'ni Xudo bizning uchun yaxshi deb qaragan ishlarga, ya'ni hammasini bizning manfaatimiz bo'yicha o'rlashtirganligini deb aytadi shu Rimliklar yozilgan xatimi. Ya'ni shunga o'xshash, Xudo bizning hayotimizda, bu yerda bizning hayotimizda yuz bergan ishlarning yaxshi, yomonligini hukm qilish hargiz dunyodagi o'lcham bo'yicha bo'lmasligini men bu yerda ta'kidlamoqchi. Shunga o'xshash bizning ustimizda, bizning beshimizda qanday ishlar bo'lishidan qat'iy nazar, hammasida Xudoning iltifoti, Xudoning hamrohligi bo'lib, u ishlar orqali Xudoning bizga shu jarayonlar orqali Xudoning bizga yor bo'lib, bizga o'zini tunutmoqchi va o'zining irodasini tunutmoqchi va o'zining irodasi uchun bizning hayotimiz ustida bir ishlarni, bir xizmatlarni qilayotganligini va shu ishlar orqali, shu jarayonlar orqali Xudoning bizni qanday tavlab, qanday yetildirib, yetishtirmoqchi bo'lganligini biz har vaqt Xudoning ko'z qarashi bilan, Xudoning maydonida, Xudoning irodasi orqali biz yeyishimizga, qarashimizga to'g'ri keldi. Shuning uchun hamda bu yerda Yusufning zindonga kirishiga Parvardigorning yo'l qo'yganligini biz bu yerda ko'rib o'tamiz. Demak, bu Parvardigorning Yusufning zindonga kirishiga yo'l qo'yishimi Parvardigorning o'zining irodasining borligini biz ham keyingi mazmunlar orqali ko'rib chiqa olamiz. Ya'ni Yusuf zindonga qamab qo'yildi emasmi? Lekin Parvardigor Yusufga yor bo'lib, bu yerda 21-oyatda lekin deb turib, Parvardigor Yusufga yor bo'lib deb turib, Parvardigorning hargiz Yusuf mushunday tuhmatlarga uchragandan Parvardigor Yusufni tashlab ketmadi. Parvardigor qarab turmadi. Aksicha Parvardigorning mushu jarayon orqali Yusufni boshqa bir ishga yo'tkamoqchi ekanligini, boshqa bir joyga yo'tkab, boshqa bir tavlash, boshqa bir ishlarning borligini biz bu ko'ra olamiz. Shunga o'xshash Parvardigor izchil Yusuf qarshi tuhmatga uchragan vaqtida bo'lsa-mu, Parvardigorning izchil Yusufga yor bo'lganligini, hatto uningga mehr shafqatni ayamaganligini biz mush orqali, mush oyat orqali ko'ra olamiz. Ya'ni Parvardigor Yusufga yor bo'lib, uningga mehr shafqat ko'rsatdi deydi. Yani Parvardigor Yusuf zindonga tashlangan vaqtida uning yor bo'lib, uning mehr shafqat ko'rsatib, zindon boshqaruvchining nazarida iltifotga erishdi. Ya'ni Parvardigor qildi. Bizning kitob qarasak, zindon boshqaruvchi uni yaxshi ko'rib qoldi deb Potifarnikida shundaq, Maningda shundaq, bizning kitobimizda odamga markazlashtirdi. Ya'ni Parvardigorga emas, Parvardigorning iltifotiga emas, balki Potifarmi Yusufga bunday ishlarni topshirdi deydi. Bu yerda men zindon boshqaruvchi Yusufni yaxshi ko'rib qoldi deb bunday deydi. Lekin biz asli mazmun bo'yicha o'qigan vaqtimizda Parvardigor Yusufga yor bo'lib va Parvardigor unga mehr shafqat ko'rsatib, zindon boshqaruvchining nazarida iltifotga erishtirdi deb bunday tasvirlandi. Ya'ni hammasida Parvardigor bosh rolda turib, Parvardigor shunday o'rinlashtirganligini bu yerda aytadi. Parvardigor Yusufga yor bo'lib, Parvardigor Yusufga mehr shafqat ko'rsatib, Parvardigor zindon boshqaruvchining nazarida Yusufning iltifotga erishtirganligini bu yerda da'vatda ta'kidlayotdi. Shuning uchun Parvardigorning izchil Yusufga yor bo'lib, uningga mehr shafqat ko'rsatib, uning ustida Yusufning ustida bir ishlarni qilayotganligini biz men ko'ra olamiz. Ham shunday va zindon boshqaruvchimi, ya'ni Potifar o'xshash zindon boshqaruvchimi, zindondagi boshqa jinoyatchilarni bo'lsin, zindon ishlarini bo'lsin, Yusufning qilishi uchun Yusufning qo'liga topshirganligini bir ko'ra olamiz. Bu yerda yana bizning kitobda jinoyatchilarni boshqarish va zindon ishlariga mas'ul bo'lishga tayinli deydi. Asli o'qisak buni Yusufning qo'liga topshirdi deydi.
Yani jinoyatchilarni bo'lsin va zindon ishlarni bo'lsin Yusufning qilish uchun zindon boshqaruvchi Yusufning qo'liga topshirganligi bu yerda ma'lum endi davatdi. Shundan zindon boshqaruvchi Yusufning qo'lidagi har qanday ishlarga, ya'ni Yusufning qo'liga topshirdi emasmi shu ishlarni? Shuning uchun Yusufning qo'lidagi shunday har qanday ishlarga boshqa turmaydigan bo'lganligini, chunki Parvardigorning Yusufga yor bo'lib, Yusuf qilgan hamma ishlarni bu yerda o'ngish qilganligini, yani o'ngish bo'lganligini bu yerda zindon boshqaruvchimi bu yerda sezganligi uchun shuning uchun boshqa turmaydigan bo'lganligini bu yerda ko'rgan. Demak bu yerda Parvardigorning izchil Yusufga yor bo'lib, Yusufga izchil mehr shafqat ko'rsatib, uning qo'li orqali, Yusufning qo'li orqali qanday baxt barakatlarni, qanday ishlarni qilganligini bu yerda izchil bu 39-bobda izchil ta'kidlaydi. Biz qaraydigan bo'lsak, mayli Potifar, ya'ni Yasavulla begining, ya'ni Yasavulla bey deymiz, ya'ni jang ishlari, ya'ni davlatning bir amallik ishlarining bir ishlari bo'lsin, mush ishlarda bo'lsin, shuning ostida yurib bu nurg'un ishlarni o'rgindi bir hisobda. Endi bu yerda zindonda bo'lsin, zindon orqali nima bilalaymiz? Shu jamiyatning xarakterini ham tushuna olamiz. Bu zindondagi mahbuslarning har xil variant mahbuslar kirdi. Bu orqali jamiyatda nima ishlar bor, bu jamiyatning qanday ishlarni, bu jamiyatning qanday bo'lganligini, qanday ishlarni, qanday tuzumlarni yo'l qo'yganligini, bu jamiyatning qonunining qandayligini hammasini Yusuf bu zindonning ichidagi vaqtida o'rganish fursatiga erishib, ya'ni fursati mush zindon vaqtida bilalaydi, ya'ni o'rganalaydi deganga. Ya'ni Xudo biz chunki bu Yusufning voqeasini bilgan boshqa hozir ko'ra olamiz. Chunki oxirsida bu Misrning vaziri bo'ldi emasmi Yusuf? Vazirligi bu biroqlam Yusuf shu 17 yoshlik vaqtidagi shu mijozi bilan biroqlam vazirligi bormidi? Shu nurg'un jarayonlar, nurg'un yillar mushundaq Potifarning ostida, ya'ni Yasavulla begining ostida ishlarni qilish orqali nurg'un ishlarni tushunib, nurg'un ishlarni uddasidan chiqishni o'rgandi va zindonda turish orqali, zindondagi jinoyatchilar bilan munosabat qilish orqali, zindon ishlarini qilish orqali ham bu vaziyat, bu jamiyat, bu davlatning ishlarini, davlatning xarakterini, tuzumlarini, nurg'un ishlarni o'rganganligini mushundaq jarayonlar orqali Yusufning mushundaq keyingi vazifalarning uddasidan chiqish uchun mushundaq bir jarayonlardan o'tish orqali mushundaq tavlanganligini biz ko'ra olamiz. Biz oldingi bobda degan edik, ya'ni payg'ambar, ya'ni Yusufning biz xarakterini, burunqi mijozini, asliki mijozini, ya'ni kamchiliklarini deyish orqali, hatto Yaqubning biz kamchiliklarini ko'rib o'tgan edik. Payg'ambarlar bizga o'xshash odam ekanligini, ularning bizga o'xshash kamchiligi bor, bizga o'xshash savalliklari nurg'un bo'lgan shunday payg'ambarlarni Parvardigor Xudoning ularning hayot orqali qanday ishlarni, ularning hayoti jarayonida ularni qanday o'zgartirib, qanday yetildirib, qanday haqiqat yo'lida qanday minishni, haqiqatni qanday tushunishni, Xudoning yo'lida Xudoning xizmatini qanday qilishni ularga o'rgatganligini biz ko'rib o'tyapmiz deb izchillab kelgan edik. Va oldingi mazmunda Ilyos payg'ambarning mazmuni orqali payg'ambarlarning bizga o'xshash ekanligini izchil ta'kidlagan edik. Shunga lekin biz kitoblarni o'qisak, payg'ambarlarni o'qisak, shu qadar yaxshi payg'ambarlarning mukammal bir yaxshi taraflarini chiqib ko'rgan bo'lg'achqa bu taraflarga sal qarashimiz mumkin. Bu orqali biz nurg'un ilhom, nurg'un madadlarni biz o'zimizni ola olamiz. Chunki Xudomi ana shu bizga o'xshash, ana shu kamchilligi jiq bo'lgan, savalligi ko'p bo'lgan, bizga o'xshash ojiz bandalarni Xudo o'ziga tanlab, o'zining haqiqat yo'liga tanlab, o'ziga mansub qilib, o'zining podshohlarining mirosxo'rlari qilib, bizning ustimizda o'zining shunday ulug'vor xizmatini, o'zining muqaddas xizmatini, o'zining ulug'ligini bizning har birimizning ustida namoyon qilmoqchi bo'lganligini, namoyon qilish uchun bizni chaqirganligini, hatto bizning hayotimizdagi barliq jarayonlarimizda Xudoning mushu jarayonlarda bizning bilan yor bo'lib, bizga hamdam bo'lib, bizning bilan hamnafas, esdosh qilib, bizning bilan sabdosh bo'lib, bizga sirdosh bo'lib, bizning barliq kunlarimizda, barliq qiyinchiliklarımizda, azob oqibatlarimizda biz o'zimiz bizga hamroh bo'luvchi, bizga hamnafas qutqizuvchi bo'lib, hamnafas qarindosh bo'lib, bizga har vaqt, har zamon bizga yor bo'lib, bizni yetaklovchining Parvardigor Xudo ekanligini biz texmo bu yerda anqirab, bizning ustimizda ham bizga o'xshash ojiz, hech nimani qila olmaydigan,
Qo'lida hech qanday nemiz bo'lmagan, kuchi bo'lmagan, mushundaq odamlar orqali hatto nurg'un ishlarni tavrita oladigan Xudoning bizga yor ekanligini, bizning qo'limizda, bizning qo'limiz orqali, bizning hayotimiz orqali ni cho'ng ishlarni, hatto dunyoni o'zgartirishga qodir Xudoning bizga amri bo'lg'ashqa, shu ni ishlarni biz orqali amalga oshirganligini biz anqirishimiz to'g'ri keldi. Rabbiy Sam deydimiz, Yuhanna bilan qo'shar qarsanlar, sizlar meningdan ulug' ishlar qila olasizlar deydi. Hatta Pavlos mu deydi, Filipslar yazılan 4. babda, yani Hazreti İsa arqılıq mən nurgun işlərini qıla alayım de. Şuna oxşaş, mən bu itqaç qarindaşlarımızın uyğun işini, biz əgəş küçü əməz, yani biz dünyaya qarab, dünyanın eqimiga qarab, məşən yaşaydıqanlar əməz, bəlkə biz dünyaga, milletimizga hatta, biz nimdeymiz, başçı bo'la oladigan, yetakchi bo'la oladigan, sarkarda bo'la oladigan Xudoning shunday bir xalq ekanligimizni biz tunib yetishimizning naqadar muhimligini tushunib yetgan deb degan umiddaman. Shu qarindoshlarning Xudoning so'zi bilan to'liq qurollanishini, Xudoning so'zini to'liq tushunib yetishini, Xudo bilan har jarayonda, hayotining har bir mazmunida, har kunlarda Xudo bilan birga bo'lishga kuch chiqarishini umid qilaman. Chunki Xudo jarayonga emas, balki Xudo bir natijani emas, Xudo jarayonda. Shu jarayonlar orqali ish qildi. Chunki Xudo agar bir ishni qilsa qila oladi. Xudo unchalik qudratsiz, qodirsiz Xudo emas, hamma qodir Xudo. Ammo Xudo odamning qo'li orqali, yani bizga o'xshash tanlab olgan, o'zi so'ygan shu bandalarning qo'li orqali, bandalarning hayoti, har bir musobalar orqali Xudoning o'zining ulug'ligini shu bandalarning hayoti orqali, bandalar orqali namoyon qilmoqchi, ko'p kishilarga ko'rsatmoqchi ekanligini biz tushunishimiz to'g'ri keldi. Shuning uchun qarindoshlar, shunday mazmunlar orqali har vaqt bizning so'zlayotganlarimiz nihoyatda asosiy bilimlar. Yani biz cho'nqurligi yo'q, asosan bir faqat til, bir qalb ichida biz ko'rib yetyapmiz. Buni yani taxmu inchikilab, taxmu bular ustida izinib, tafakkur qilib, bular orqali o'zingizlarning hayotingizda qanday tatbiqlashinglar kerakligini, bu qanday nimalar qilish, bu sizlar qilib qolgan oxirgi mazmun, yani oxirini davomlashtirish sizlarning qo'linglardagi ish. Shuning uchun mana har vaqt mazmunlarni ko'rgan vaqtimizda anglab qo'ymasdan bularni qaytadan o'zingizlarmi shu mazmunni sizlar tushundinglar, qanday o'qishni, qanday o'rganishni, bular orqali nima ishlar bo'layotganligini tushundinglar. Navbat sizlar texmi inchilik bilan bu mazmunlarni qaytadan ko'rib, qaytadan tafakkur qilib, o'zingizlar hayotingizga har kun tatbiqlashinglarni umid qilaman. Ma'qulamiz qarindoshlar, bugungi mazmunni mushunchalik ko'raylik. Biz keyingi sonda qaytadan kelaylik. Amanlar Xudodan kelgan mehr shafqat, muqaddas ruhdan kelgan aql farosat, cho'nqur tushuncha, shunday donolik, yo'ritilishning sizlarga yor bo'lishini Xudodan tilayman. Biz ham keyingi sonda ko'rishaylik. Hammanglar omon bo'linglar.